Nega tushunasiz, lekin gapira olmaysiz. Siz ham rus tilida deyarli hamma narsani tushunayotgandek his qilasiz. Misol uchun, siz bemalol kino ko'ra olasiz. Musiqa eshitganda qisman bo'lsa ham tushuna olasiz va bemalol kitob o'qiy olasiz. Bu til o'rganuvchilarning eng katta muammosi. Lekin gapirishga kelganda esa sababi juda oddiy. Siz har doim qabul qilasiz, lekin tashqariga chiqazmaysiz. Ya'ni, siz har doim kino ko'rasiz, podkast eshitasiz, kitob o'qiysiz. Bu zo'r, lekin siz gapirmaysiz va yozmaysiz. Shuning uchun sizning miyangiz faqat tushunish rejimida ishlaydi. Gapirish rejimi esa umuman yoqilmaydi. Xo'p, nima qilishimiz kerak endi? Keling, hozir buni birgalikda bilib olamiz. Yozishni boshlang. Rus tilida video ko'rdingizmi? Darhol kommentariyasiga kirib, nimani tushundingiz, nima yoqdi, nima o'rganganingizni, hattoki bitta ikkita gap bo'lsa ham yozib keting. Bu produktiv bo'lishga yordam beradi. Har kuni 5-10 ta gap yozing. Bugun nima qildingiz? Kayfiyatingiz qanday? Ertaga nimalar qilmoqchisiz? Eng muhim qoida, siz grammatikani o'ylab o'zingizni bloklamang. Kichik hayotiy dialoglar tuzishni boshlang. Misol uchun, do'konga bordingiz va sotuvchi bilan bo'ladigan suhbatingizni rus tilida yozishga harakat qiling. Mana shu yerda o'sish boshlanadi. Ana endi eng muhim qismga, gapirishga o'tamiz. Birinchi o'rinda ovozingizni chiqarib kitob o'qishni boshlang. Shunchaki past ovozda emas, baland ovozda o'qishni boshlang. Bu o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi. O'zingizni spiker deb tasavvur qiling. Oddiy o'qimay, go'yoki sahnadasiz. Bemalol turib, qo'llaringizni imo-ishora qilib gapiring. Ana endi oxirgi bosqichga yetib keldik. Bu bosqich eng muhimi. Siz real odamlar bilan gaplashishni boshlashingiz kerak. Bu shart va zarur. Siz Telegramda yoki o'zingizning tanishlaringiz bilan rus tilida suhbatlashishni boshlashingiz kerak. Oxirgi bosqich real insonlar bilan gaplashing. Telegram kanallarda yangi do'stlar orttiring. O'zingizni rus tili biladigan tanishlaringiz, do'stlaringiz bilan ko'proq rus tilida muloqot qiling. Siz shuncha vaqt eshitdingiz, ana endi gapirish vaqti keldi. Ana ko'rdingizmi, biz kichik deb o'ylaydigan to'siqlar aslida katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Umid qilamizki, bu videodan so'ng siz barcha muammolaringizga yechim topa oldingiz. Rus tilini sodda va oson o'rganishni istasangiz, opisaniyada siz uchun maxsus havola qoldirdik. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr!